Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan bu galgi o'tadigan ma'ruzamiz 10-ma'ruza satrlar va kengaytirilgan belgilar string toifasida. Bundan oldingi o'tgan ma'ruzamizda aynan shu mavzuni char toifasida, ya'ni simvolli massiv toifasida ko'rib o'tgan edik. Bu galgi ma'ruzamizda esa aynan mana shu mavzuyimizni string toifasida ko'rib chiqamiz. Ma'ruzamiz rejasi bilan tanishib olamiz. C++ dasturlash tilida satrlar, satrli o'zgaruvchilar, satrlarni kiritish va chiqarish, satrlar bilan ishlovchi funksiyalar hamda xulosa qismlari. C++ dasturlash tilida satrlar. Dasturlashda ko'pincha matnli ma'lumotlar bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Matnni saqlash uchun satrlar ishlatiladi. Satrlarni saqlash uchun esa string toifasidan foydalanamiz. Satrlar qo'sh tirnoq ichida yoziladi. Misol uchun, avval toifani berib o'tamiz. Bu string toifa hisoblanadi va o'zgaruvchi nomi hamda o'zlashtirish amalidan keyin qo'sh tirnoq ichida ma'lum bir satrli konstantani berib o'tishimiz zarur bo'ladi. C++ dasturlash tilining C dasturlash tilidan farqlaridan biri, C++da satrlar bilan ishlash uchun string sinfi mavjud. String tipli o'zgaruvchi o'zida simvollar ketma-ketligini saqlash va amallar bajarish uchun ishlatiladi. String C++ning standart kutubxonasi tarkibiga kiradi. Shuning uchun u bilan ishlash uchun using namespace stdni yozish talab qilinadi. C++ dasturlash tilida satrlar. String toifali o'zgaruvchini yaratib, unga qiymat berish. Masalan, greeting nomli satrli toifada, ya'ni string toifasidagi o'zgaruvchi e'lon qilindi va unga hello world nomli so'z, ya'ni satr o'zlashtirildi. Satrlardan foydalanish uchun yuqorida string kutubxonasini kiritishimiz zarur bo'ladi. Bu bibliotekalar qatorida e'lon qilinadi, ya'ni iostream bibliotekasi bilan birgalikda bu yerda string bibliotekasi ham e'lon qilingan. Bu kutubxonani o'zgaruvchi e'lon qilganda chaqirishimiz shart emas, lekin aynan shu kutubxonaga tegishli bo'lgan satrli funksiyalarni qo'llagan vaqtimizda aynan shu funksiyani, shu kutubxonani chaqirib olishimiz zarur bo'ladi. Bu yerda yuqoridagi satrli o'zgaruvchining qiymatini o'zlashtirish dasturi ko'rsatib berilgan. Satrlarni ulash. Bu string ulanish yoki bog'lash deya aytiladi. Plus operatori orqali ikkita satrni ulash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu esa ikkita satrni bog'lash deyiladi. Masalan, ikkita satrli toifali o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Birinchi satrimizda hello so'zi, ikkinchi satrimizda world so'zi berib o'tilgan. Yana bitta s nomli o'zgaruvchimizga bu ikkita satrning yig'indisini hosil qilishimiz mumkin. Va mana shu satrni ekranga chiqaradigan bo'lsak, birinchi va ikkinchi satrlarimiz birlashmasi hosil bo'ladi. Satrlarni kiritish. Sin operatorini qo'llash orqali satrlarni kiritish imkoniyatimiz mavjud. Masalan, bu yerda izohlar yordamida satrni kiritish dasturi berilgan. Avval first name, ya'ni ism nomli o'zgaruvchi e'lon qilamiz va ismingizni kiriting nomli izoh bilan mana shu o'zgaruvchimizning qiymatini kiritib olamiz. Bunda faqat bitta satrni oladi, ya'ni biz bir nechta satrlarni probel bilan ajratilgan holatda kiritadigan bo'lsak, u holda sin operatori birinchi probelgacha bo'lgan qismini o'qib oladi va mana shu qiymatni ekranga chiqaradi. Agar siz yuqoridagi kodni ishga tushirib, ism va familiyani kiritsangiz, chiqarish vaqtida dastur faqat ismni chop etib chiqaradi. Ya'ni sin operatori matnni birinchi uchragan probelgacha kiritib oladi. Bunday hollarni bartaraf qilish uchun getLine funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Bunda bo'sh probellar ham qo'shib olinadi. Bu yerda avvalgi dasturimizning natijasi ko'rsatib berilgan, ya'ni ism va familiyani birgalikda kiritgan vaqtimizda dastur faqat ismnigina qabul qiladi. Qator bo'yicha bir necha simvollar ketma-ketligini o'qib olish uchun getLine funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Buni dastur misolida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni full name nomli satrli o'zgaruvchi e'lon qilindi bu yerda. getLine funksiyasi yordamida bu o'zgaruvchining barcha qiymatini kiritib olamiz. Bu birinchi enter bosilguncha bo'lgan bitta qatorni barchasini o'zgaruvchida saqlab oladi va mana shu o'zgaruvchining qiymatini count operatori yordamida ekranga chiqarishimiz mumkin.
Unutmang, getline faqat bitta qatorni o'qishgagina mo'ljallangan. Enter tugmasini bosgandagina kiritish tugallanadi. Satr uzunligi. Satr uzunligi deb satrdagi simvollar soniga aytiladi. Satr uzunligini topish uchun satr o'zgaruvchisidan keyin nuqta yozib, length funksiyasiga murojaat qilinadi. Masalan, cout s.length. Satr simvollari 0 dan uzunligidan bitta kamgacha indekslanadi. String tipli satrning simvollariga murojaat qilish simvolli, ya'ni char tipli massivdagi kabi bo'ladi. Satrlarni chiqarish. Satrlarni to'g'ridan-to'g'ri ekranga chiqarish uchun cout operatoridan foydalanishimiz mumkin yoki sikl operatorlaridan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ikki xil usulda satrni ekranga chiqarish dasturi ko'rsatilgan. Avval s nomli satrli o'zgaruvchi e'lon qilamiz string toifasida va unga ma'lum bir satrni qo'shtirnoq ichida yozib o'zlashtiramiz. Va mana shu satrning o'zini to'g'ridan-to'g'ri cout operatori orqali ekranga chiqaramiz. Keyin 0 dan boshlab uzunligigacha sikl aylantirish orqali barcha simvolini birma-bir ekranga chiqarishimiz mumkin. Dastur natijasini ko'radigan bo'lsak, ikkala holatda ham bir xil natija hosil qilindi. Ya'ni dastlab cout operatori yordamida, keyin sikl orqali har bitta simboli alohida cout operatori yordamida ekranga chiqarildi. Kelasi rejamiz satrlar bilan ishlovchi funksiyalar. Ushbu funksiyalardan foydalanish uchun string kutubxonasini chaqirish zarur bo'ladi. Ya'ni yuqorida bibliotekalar e'lon qilgan joyimizda include string deya mana shu bibliotekani chaqirib o'tishimiz zarur. Birinchi funksiyamiz bu satrdan qirqib olish. Bu funksiyamiz substring funksiyasi. U ikkita argumentni qabul qiladi: begin index va length, ya'ni boshlang'ich indeks va qirqib olinishi zarur bo'lgan satr uzunligi. Bajaradigan vazifasi satrdan biror qism satrni ajratib olish vazifasini bajaradi. Satrning qism satri deb uning ichidan uzluksiz ketma-ket olingan qismiga aytiladi. Substring funksiyasi ikkita parametrga ega: boshlang'ich indeks va qism satrning uzunligi. Bu yerda misol sifatida bitta satr berilgan. S nomli satr qabul qiluvchi qiymati dasturlash so'zini qabul qiladi. Va substring nomli ikkinchi satrni e'lon qilamiz. Unga funksiyaning natijasini o'zlashtiramiz. Bu funksiya bajaradigan vazifasi S satrdan 3-simvoldan boshlab 5 ta simvolni qirqib olish vazifasini bajaradi. Ya'ni uzunligi 5 ga teng bo'lgan qism satrni qirqib oladi. Bu yerda satrimiz 0 dan boshlab indekslanadi. Demak, 3-simvolimiz bu yerda 4-o'rinda joylashgan simvol hisoblanadi. Shu simvoldan boshlab 5 ta simvolni sanab qirqib oladi va natija mana pastda ko'rsatib o'tilgan. Ikkinchi funksiyamiz ham satrdan qirqib olish vazifasini bajaradigan substring funksiyasi. Faqat bu funksiyaning qabul qiluvchi argumenti bittagina, ya'ni begin indeksni qabul qiladi. Bu funksiya faqat bitta parametrga ega bo'lib, begin indeksdan boshlab oxirigacha bo'lgan qism satrni qirqib olish vazifasini bajaradi. Bu yerda ham misol sifatida yana shu masalamiz berib o'tildi, ya'ni S satrda dasturlash so'zi berilgan va substring, ya'ni qism satrimizga funksiyamizga 3 degan argumentni uzatish orqali hosil qilamiz. Bu yerda 3-simvoldan boshlab, ya'ni 3-o'rinda turgan simvoldan boshlab oxirigacha barcha satr qirqib olinadi. Keyingi funksiyamiz satrdan izlash. Bu find funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiyaning vazifasi S satrdan T satrni qidiradi va agar bu satr topilsa, uning boshlang'ich indeksini qaytaradi. Agar topilmasa, funksiya natijasi -1 ni qaytaradi. Bu yerda birinchi misolimizda S satrimiz dasturlash so'zini, T satrimiz esa tur so'zini qabul qildi. Funksiya natijasini biror bir butun songa o'zlashtirishimiz mumkin. Buning uchun butun toifada int nomli o'zgaruvchi e'lon qildik va unga funksiya natijasini o'zlashtirdik. Bu yerda funksiya natijasi 3 ga teng bo'ldi. Ya'ni tur qism satrining boshlang'ich indeksi bu 3-indeksga to'g'ri keladi. Ikkinchi misolimizda berilgan satrda mavjud bo'lmagan qism satrni izlaymiz. Ya'ni bu yerda
berilgan t satrimiz s satrda umuman uchramaydi. Bu holatda find funksiyasining natijasi -1 ga teng bo'ladi. Kelasi funksiyamiz satrga qo'shish. Bu funksiyamiz insert funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiya ikkita argumentni qabul qiladi. From va to. Ikkalasi ham butun sonlar hisoblanadi. Bajaradigan vazifasi s satrga from indeksidan boshlab satr orasiga t satrni qo'shish vazifasini bajaradi. Bu yerda misol sifatida yana ikkita satr berib o'tilgan. S satr va t satr. S satrimizda dasturlar so'zi, t satrimizda chi so'zi berib o'tilgan. From indeksni 6-indeks deya belgilab olamiz. Bu yerda 6-indeksimiz 0 dan boshlab indekslanganda mana shu belgini oladi. Ya'ni R harfidan keyingi simvolimiz 6-indeksda turgan simvol hisoblanadi. Va insert funksiyasiga murojaat qilamiz. s.insert from virgul t. Bu yerda from 6-simvolni, t satrimiz esa mana bu belgilar to'plamini qabul qiladi. Natijada s satrimizni 6-simbolidan boshlab t satr joylashtiriladi satr orasiga va natijada dasturchilar so'zi s satrda hosil bo'ladi. Keyingi funksiyamiz satrlarni qo'shish. Ya'ni avvalgi funksiyamiz bilan bir xil vazifani bajaradi, faqat bu yerda funksiya nomi boshqacharoq va bajaradigan vazifasi ham sal farq qiladi. Bu funksiyamiz append funksiyasi s satr davomiga t satrni qo'shadi. Biror indeksdan emas, aynan davomiga birlashtirish vazifasini bajaradi. Bu yerda misol sifatida s satrimizda dasturlar, t satrimizda esa ning so'zi berib o'tilgan. s.append t deb oladigan bo'lsak, bu holatda dasturlar so'zining davomiga ning so'zi birlashtiriladi. Oxirgi satr qo'shishni s teng s plus t yoki qisqacha shaklda s plus teng t ko'rinishida ham yozishimiz mumkin bo'ladi. Kelasi funksiyamiz satrdan o'chirish. Buning uchun rs funksiyasidan foydalanamiz. Bu funksiyamiz ham ikkita argument qabul qiladi, from va count. S satrdan from indeksdan boshlab countda belgini o'chirib tashlash vazifasini bajaradi. Bu yerda misol sifatida yana s satri olindi. Bu satrda dasturchilar so'zi saqlandi. From 6 ni belgilab oldik from o'zgaruvchiga, count o'zgaruvchimizga esa 3 sonini o'zlashtirdik va funksiyaga mana shu ikkita parametrni uzatamiz. Bu yerda rs funksiyamiz 6-simvoldan boshlab 3 ta simvolni o'chirish vazifasini bajaradi. 6-simvolimiz bu yerda mana bu 3 ta harfimiz hisoblanadi va natijada s satrimizda dasturlar so'zi hosil bo'ladi. Keyingi funksiyamiz satrdan nusxa olish. Buning uchun copy funksiyasidan foydalanamiz. Bu funksiyamiz 3 ta argument qabul qiladi. Count va from. S satrdan from indeksdan boshlab countda simvolni char massivga nusxa olish vazifasini bajaradi. Oxirgi indeksni nol qiymatga aylantirish lozim bo'ladi. Bu yerda yana s satrimizni dasturchilar deya qiymat bilan ta'minlab oldik va char massiv e'lon qildik. Bu ko'pi bilan 100 ta elementni qabul qilishi mumkin. Count o'zgaruvchimizga 6, from o'zgaruvchimizga 3 qiymatlarini o'zlashtirdik va barcha berilgan qiymatlarni funksiyamizga uzatamiz. Bu yerda oxirgi simvolini nol belgisi bilan to'ldirib olishimiz zarur bo'ladi. Va char massivni ekranga chiqaradigan bo'lsak, s satrning 3-indeksidan boshlab 6 ta simvolini char massivda hosil qilib oladi. S satrni to'liq A char massivga o'tirish uchun bu yerda boshlang'ich simvolni 0 deya berishimiz zarur. Umumiy olinishi zarur bo'lgan simvollar sonini esa satrning uzunligiga teng deb olamiz. Yoki sikl yordamida ham buni amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni 0 dan boshlab satr uzunligigacha sikl aylantirib, char massivning har bitta indeksiga satrning indeksini o'zlashtirib borishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi funksiyamiz satrdan nusxa olish, yana boshqacharoq varianti. Bu scstr funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiyamiz hech qanday argument qabul qilmaydi.
bajaradigan vazifasi S satrini char massivga o'zgaruvchida saqlamasdan o'tish vazifasini bajaradi. Bu funksiyadan string ko'rinishida berilgan satr sonni butun songa o'tishda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda S satrimiz berilgan, u bir nechta raqamlardan iborat. Bu raqamlarni songa aylantirishimiz uchun avvalgi ma'ruzamizda ko'rib o'tganimizdek a to i funksiyasidan foydalanishimiz zarur bo'ladi. Lekin bu funksiyamiz aynan simvolli massivlar uchun, ya'ni char toifadagi massivlar uchun amal qiladi. Satrlar o'zgaruvchini qabul qilmaydi. Bu holatda satrni massivga o'tkazish funksiyasini argumentda qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu funksiya natijasida satrimiz simvolli massivga aylanadi va bu simvolli massivni mana bu a to i funksiyamizga argument sifatida qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bir masala berilgan. Matndagi a dan boshlangan so'zlarni bosib chiqarish dasturi tuzilsin. Kiruvchi ma'lumotlar: birinchi satrda s matn berilgan, matn uzunligi 500 simvoldan oshmaydi. Matnda katta va kichik lotin harflari hamda probel qatnashishi mumkin. Matndagi so'zlar probel bilan ajratilgan holatda beriladi. Chiquvchi ma'lumot masalaning yechimi, ya'ni berilgan so'zlar orasidan katta a harfidan boshlangan so'zlarni ajratib chiqarish zarur bo'ladi. Bu yerda testlar berib o'tilgan, ya'ni kiruvchi ma'lumot bitta qatorda berilgan matn, bu so'zlarning orasidan katta a harfidan boshlangan so'zlar ajratib olishi zarur. Bu yerda birgina so'z mavjud. Ikkinchi testimizda esa a harfidan boshlangan ikkita so'z mavjud. Bular har bittasi alohida qatorlarda chop etilgan. Endi mana shu masalani yechishni C++ dasturlash tilining biror kompilyatori yordamida ko'rib chiqamiz. Buning uchun dev C++ kompilyatoridan foydalanishimiz mumkin. Yangi fayl yaratib olamiz va bizga berilgan masalani yechish uchun zarur bo'lgan dastur kodini yozamiz. Birinchi navbatda yuqorida kutubxonalarni chaqirib olishimiz zarur. Bu iostream bibliotekasi. Ya'ni kiruvchi chiquvchi ma'lumotlar uchun standart operatorlardan, sin va siyout operatorlaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan kutubxona. Undan keyin satrlar bilan ishlash uchun bizga string kutubxonasi zarur bo'ladi. Ya'ni mana shu kutubxonada satrlar bilan ishlash uchun kerak bo'ladigan barcha standart funksiyalar joylashgan. Va nomlar fazosini chaqirib olishimiz zarur. Standart nomlar fazosini e'lon qilamiz. Keyin asosiy dasturimiz, ya'ni main funksiyamizni yozib olamiz. Bu yerda birinchi navbatda biz bitta qatorda berilgan barcha so'zlarni getLine funksiyasi yordamida kiritib olishimiz zarur bo'ladi. O'zgaruvchimizni e'lon qilib olamiz satrli toifada va getLine funksiyasidan foydalanib uni bitta qatordan sin operatori yordamida kiritib olamiz. Endi mana shu kiritgan so'zimizni, satrimizni so'zlarga ajratib olishimiz zarur bo'ladi. Masala shartida aytilgan so'zlar bitta probel bilan ajratilgan holatda beriladi. Demak, biz bu berilgan matndagi har bitta so'zni probelgacha bo'lgan qismidan qirqib olib, so'zlardan iborat massiv yaratib olishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun words nomli satrli toifadagi massiv yaratib olamiz. Buning toifasi string toifada. Elementlar soni hozircha qancha ekanligini bila olmaymiz, lekin masalani shartida berilgan simvollar 500 dan oshmaydi deyilgan. Demak, maksimal chegaraviy qiymat, ya'ni 500 ta element mavjud bo'lishi mumkin deya tasavvur qilamiz. Endi berilgan matndagi so'zlarni birma-bir qirqib olishimiz zarur bo'ladi. Buning uchun probelgacha bo'lgan qismlarni yana bir o'zgaruvchida saqlab borishimiz mumkin. Buning uchun so'zimiz, ya'ni matnimiz oxiriga yana bitta probel qo'shib olamiz. Va har bitta probelgacha bo'lgan alohida so'zlarni ajratib olishimiz zarur. Sikl operatoriga murojaat qilamiz. Satrning boshidan, ya'ni 0-indeksdan boshlab oxirgi indeksgacha sikl aylantiramiz. Oxirgi indeksi bu satrning uzunligida hosil bo'ladi. Bir qadam bilan davom qiladi siklimiz. Tekshirib ko'ramiz, agar berilgan
satrimizning eng simvoli probelga teng emas bo'ladigan bo'lsa, u holatda biror bir o'zgaruvchiga uning qiymatini qo'shib borishimiz zarur bo'ladi. Bu o'zgaruvchimizni dastlab yuqorida e'lon qilib, boshlang'ich qiymatini bo'sh satr qilib olishimiz zarur bo'ladi. Aks holatda, ya'ni probel uchraydigan bo'lsa, u holda bu satrimizni mana bu so'zlardan iborat satrli massivga o'zlashtirib olishimiz zarur. Bizga yana massivning elementlarini saqlab borish uchun yana bir qo'shimcha butun sonli o'zgaruvchi zarur bo'ladi. Buni ixtiyoriy bir identifikator bilan belgilab olishimiz mumkin. Boshlang'ich qiymatini 0 deb olamiz. Satrning mana shu, massivning mana shu indeksdagi qiymatiga yuqoridagi satrimizni o'zlashtiramiz va bu indeksning qiymatini oshiramiz. Keyingi so'zni massivning keyingi elementiga joylashtirib borish uchun. Keyingi simvollarni yana satr sifatida hosil qilishimiz uchun mana bu qo'shimcha o'zgaruvchimizni yana boshidan bo'sh satr ko'rinishiga olib kelamiz. Bu dasturimiz natijasida mana shu words massivida berilgan so'zlar hosil bo'ladi. Endi bu so'zlarni ekranga chiqarib ko'ramiz. Buning uchun yana sikl operatoridan foydalanamiz. Nimaga deganda bu massiv t elementdan iborat bo'lgan massiv hisoblanadi. 0 dan uning uzunligicha sikl aylantirish orqali har bitta elementini ekranga chiqarib olishimiz mumkin. Buning uchun count operatoridan foydalanamiz. Handle orqali har bitta so'zni yangi qatordan chiqarib olishimiz mumkin. Endi bu masalamizda berilgan kiruvchi ma'lumot orqali tuzgan dasturimizni tekshirib ko'ramiz. Biz tuzgan dasturimiz berilgan matndagi so'zlarni ajratish vazifasini bajaradi. Bu yerda Enter tugmasini bosganimizda har bitta so'z alohida qatorlarda hosil qilindi. Ya'ni bu so'zlarni biz alohida massiv elementlariga ajratib oldik. Endi mana shu massivimizni har bitta elementini boshlang'ich indeksidagi simvolini tekshirishimiz kerak. Agar bu simvol katta A ga teng bo'ladigan bo'lsa, uni ekranga chiqarishimiz, aks holda ekranga chiqarmasligimiz zarur. Bu mana bu qismida, ya'ni har bitta massiv elementini tekshirish qismimizda hosil qilinadi. Mana shu yerda qo'shimcha shartdan foydalanishimiz zarur. Agar berilgan so'zlardan iborat massivimizning inch indeksdagi elementining 0-simvoli katta A belgisiga teng bo'ladigan bo'lsa, uni ekranga chiqaramiz. Aks holda hech qanday vazifa bajarish shart emas. Masalamizni yana tekshirib ko'ramiz. Bu yerda faqat ikkita so'z hosil bo'ldi, ya'ni katta A harfidan boshlangan so'zlar natija sifatida chiqarib berildi. Bu masalamizni yechishning birinchi usuli edi, ya'ni berilgan satrimizni aynan probellardan foydalangan holatdagina so'zlarga ajratib oldik. Bu masalani hal qilishning yana bir osonroq usuli ham mavjud. Bu so'zlarni ketma-ket kiritish usuli deya nomlanadi. Buning uchun bizga qo'shimcha o'zgaruvchi shart emas, satrga probel qo'shishimiz ham shart emas. Takrorlanuvchi jarayonga murojaat qilamiz, ya'ni sharti oldindan berilgan takrorlanuvchi jarayon. Bu qismimiz ham, ya'ni getline ham shart emas kiritishda. Aynan mana shu takrorlanuvchi jarayonning ichida kiritish amalini bajaramiz. Sin operatorida s satrini kiritib olishimiz mumkin. Ya'ni bu nechta so'z kiritadigan bo'lsa, hammasini probelgacha bo'lgan qismini o'qib olish vazifasini bajaradi. Kiritilgan so'zni mana shu qismida massivga yuklab olishimiz zarur. Ya'ni words so'zlardan iborat massivimizning t indeksiga s ni o'zlashtiramiz va o'zgaruvchimizning qiymatini bittaga oshirib qo'yamiz. Mana shu kod qismi berilgan so'zlarni probelgacha bo'lgan qismlarini har bittasini s satrda, ya'ni satrli o'zgaruvchimizda hosil qilib oladi va har bitta satrni so'zlar massiviga olishimiz mumkin.
Mana bu qismi o'zgarmaydi, ya'ni satrli massivning har bitta elementining 0-simvolini tekshiramiz. Agar u A simboliga teng bo'ladigan bo'lsa, bu elementni ekranga chiqarishimiz mumkin. Bu masalamizni ham tekshirib ko'ramiz. Bu yerda lekin kiritish tugallanmadi. Nimaga deganda bu cheksiz takrorlanuvchi jarayon hisoblanadi. Qancha so'z kiritsak, hammasini kiritib olish vazifasini bajaradi. Bu dasturni to'xtatishimiz uchun Ctrl Z tugmalarini birgalikda bosib, Enter tugmasini bosishimiz zarur. Mana shunda biz pastdagi natijani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham dastur avvalgi dasturimiz bilan bir xil natija hosil qildi, ya'ni A simbolidan boshlangan so'zlarni ekranga chiqarib berdi. Bu masalani yechishning ikkinchi usuli, sizlar amaliyot ishini bajarish davomida ixtiyoriy bir usuldan foydalanib, masalani dasturini tuzishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana shu masalamizni yechishni ikki xil usuli ko'rsatib o'tilgan. Birinchi usul hozir ko'rib o'tilgan probellar bilan so'zlarni qirqib olish usuli hisoblanadi va dastur natijasi ham berib o'tilgan bu yerda. Keyingi slaydimizda esa hozir ko'rgan ikkinchi usulimiz, ya'ni takrorlanuvchi jarayon yordamida har bitta so'zni alohida kiritib olishimiz mumkin va bu yerda yana dastur natijasi berib o'tilgan. Xulosa qismimiz C++ dasturlash tilida satr obyekt bo'lib, u satrlarda ma'lum bir operatsiyalarni bajarish uchun bajarishi mumkin bo'lgan funksiyalarni o'z ichiga oladi. C++ dasturlash tilida satrlar bilan ishlash uchun string sinfi mavjud. String turi char turidagi, ya'ni simvolli massivlarni qayta ishlovchi maxsus metodlar jamlangan sinf hisoblanadi. Bu ma'ruzamiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.